eko deysiz, Xi deysiz, Pixi deysiz, bular hammasi ekomi deb so'raysizlar. Shuning uchun men shu savollarga bugun javob bermoqchiman. Bugun javob olasizlar. Erkaklar urug'ini boshida, spermatozoidni boshida akrosoma degan suyuqlik bor. Mana shu suyuqlik kimdadir yaxshi rivojlangan bo'ladi, kimdadir yaxshi emas bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu akrosoma agar yaxshi bo'lsa, tuxum hujayra qobig'ini eritib, tuxum hujayraning ichkarisiga kirib, urug'lantirishi kerak. Agar sizda mana shu akrosomalar yaxshi bo'lmasa, albatta Xi qilinadi, ya'ni shpritsda spermatozoidlar tuxum hujayraga yuboriladi. Agar urug'ingiz yomon sifatsiz bo'lsa, Pixi qilinadi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, eko qilinadi, ya'ni ekoda o'sha tuxum hujayra atrofiga spermatozoidlar yuboriladi. Mana shunga qarab sizga ekoni dasturi tanlanadi. Bu narsani hammasiga bizda yordam beradigan embriolog, ya'ni bolani tayyorlab beradigan vrach javob beradi. Shuning uchun har doim eko boshlaganimda albatta turmush o'rtoqlaringiz uxlab, dam olib, kayfiyatni yaxshi qilib, tiniqib, keyin urug' topshirish kerak. Shunda hammasi zo'r bo'ladi.